Assalomu alaykum hammaga. Katol so'raganlarga gazli elektrik katollarimiz keldi. Xo'p, gazli propan yonadiganlari ham keldi mana. Kondensatsionniy Hauser firmaniki. Xitoy brendi, lekin sifatli narsa. Propanga ham, metanga ham bir vaqtda yonaveradi. Jigollarni, bu narsalarni almashtirish shart emas. Buni ko'rinish usti yopiq holati mana bu holatda bo'ladi. Mana bu joyda sifrlari ichidan yonib, sensor holatda ishlaydi. Timxotini plasmasada qilsa bo'ladi bemalol. Mana shu ichki holati. Bunisi gibrid varianti. Bunda ham teplobmenligi ikkita bo'ladi. Odatda bitta teplobmenlik bo'ladi oddiy katollarda. Bunda mana qo'shimcha bu yerda ham bor. Issiqlik chiqib, bunga urilib chiqib ketgani uchun buni ham plasmassa mo'rida ishlasa bo'laveradi. Buni yopiq holati mana bunaqangi bo'ladi. Bular endi Samsung Smart modellari, pultli, pultsiz varianti. Elektrik katol so'raganlar uchun elektrik katollar Xitoyda Suxoy tentlari, bu katta kilovatlari 45 kilovatgacha bor. Kichkina kilovatlari ham bor. Domlarga, kichkina uylarga so'rashyapti. Xo'p, mana bu 5,5 kilovatligi. Eng kichkinasi shu. Narxi ham ancha arzon chiqadi. Effekti yaxshi. 220 ga ishlaydi. Bular endi oddiy elektrikskiy hech narsasi yo'q oddiy katollar, lekin bular Rossiya. Gazli katollarda mana bunaqangi arzonroq variantlari ham bor.